Yo'lda ketaverib Mariya dugonasi Lilini uchratadi. Ular birgalikda avtobusga chiqishadi va maktabga yo'l olishadi. Maktabga kelganlaridan keyin ular xokkey o'yinini kuzatishga kelishadi. O'yin ishtirokchilaridan biri Lilining yigiti Shon. Keyinchalik Lili o'z yigiti bilan ko'rishish uchun o'sha yerga juda ko'zga tushadigan ko'ylakda yigitining oldiga boradi va ular o'pishishni boshlashadi. Bo'lib o'tayotganlarini bir chekkadan kuzatib o'tirgan Mariya rashk qilardi, chunki Shon Mariyaga ham yoqardi. Mariya kechki ovqat ustida ota-onasi bilan o'tiradi va onasi Mariyaning sobiq yigiti haqida gap boshlaydi. Lekin bu Mariyaga yoqmaydi va Mariya u haqida hech narsa eshitishni xohlamasligini aytadi. Lekin shu paytda Mariyaning otasi Mariyaga oyisining gapini oxirigacha eshitishni taklif qiladi. Va oyisi gapini davom ettirgan holda qiziga sobiq yigiti bilan bazmga borib kelishini aytadi. Buni eshitgan Mariya darhol rad javobini berib ketib qoladi. Mariya o'z xonasida ko'zguga qaramoqchi bo'lganida ko'zgu orqasidagi rasmga ko'zi tushadi. U yerda egizaklarning rasmi tushirilgandi. Keyinchalik Mariya yuvinish xonasiga kiradi va u yerda Mariyani ko'zgu orqasida yashovchi egizak ko'rqizadi. Ertasi kuni uxlay olmagan Mariya ko'zgu ortidagi egizak haqida otasi bilan o'qishga ketmasdan oldin gaplashmoqchi bo'ladi. Lekin otasi qizini bu ahvolda ko'rib, qiziga o'ziga e'tibor berishini va bo'yanib chiqishini aytadi. Bu ahvolda boshqalar ko'ziga ko'rinmasligi uchun. Bu gaplarni eshitgan Mariya otasiga egizak haqidagi gapni aytish fikridan qaytadi va otasining maslahatiga ko'ra bo'yanishga o'z xonasiga yo'l oladi. Ko'zgu oldida sochlarini tarab turgan Mariya sezmasdiki, u ko'zgu orqali o'zini emas, egizakini ko'rayotganini. Keyinchalik Mariya avtobusga yo'l olayotganda uni oldiga dugonasi Lili mashinada keladi va uni olib ketadi. Keyinchalik qizlar Shonning oldiga borishadi va keyin maktabga yo'l olishadi. Maktabga yetib kelishlari bilan Mark ismli maktab o'quvchisi Mariyani yiqitadi va shu paytda Mariyaga Shon yordam beradi. Shu kuni kechasi Mariya o'z egizak yoniga yo'l oladi va unga aytadiki, u mavjud emasligini, lekin shu paytda Mariyaning egizaki u adashayotganini va o'z ismini aytadi, Yeyran. Yeyran Mariyaga unga e'tibor bilan qarashini va nimani ko'rayotganini so'raydi. Mariya sezadiki, Yeyran juda ham o'ziga ishongan qizligini va Yeyran xohlardi Mariyani ham shunaqa o'ziga ishongan qiz bo'lishini. Egizaki bilan suhbatlashgandan so'ng Mariya ota-onasiga sobiq yigiti bilan bazmga borish taklifini o'ylab ko'rganini va borishga qaror qilganini aytadi. Kinoteatrdan qaytishda Mariyaga otasi tug'ilgan kuniga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganini aytadi va otasi bu sovg'ani qizining tug'ilgan kunidan avvalroq berishni rejalashtirgan. Ertasi kuni Mariya otasining ofisiga boradi. Qizcha o'ylagandiki, otasi unga mashina sovg'a qiladi deb. Lekin Den qizining yuziga operatsiya qilmoqchi bo'ladi, qizi yanada chiroyliroq ko'rinishi uchun. Mashina kutgan Mariya otasining bu sovg'asidan xafa bo'lganini bildirmaydi. Mariya yana egizakining oldiga boradi va keyinchalik Yeyran asta-sekinlik bilan Mariyani qo'lga olib, oilasidagilarga qarshi qila boshlaydi. Kechga yaqin Mariya dugonasi Lili bilan muz ustida uchishga ketadi. Mariya bazmdan oldin muz ustida uchishni o'rganishi kerak. Lekin mashg'ulot paytida Lili Mariyaga "Shon faqat menga tegishli, u meniki" deydi. Mariya uyiga kelganidan so'ng yana egizakining yoniga boradi va Yeyran Mariyaga o'rin almashishni taklif qiladi va ular o'rin almashishni boshlayotganlarida Mariyaning oyisi bu jarayonni yakunlanishiga xalaqit berib qo'yadi. Mariya bazmga yetib keladi va kutilmaganda uning yoniga Shon keladi va ular raqsga tushishni boshlashadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Mariyaning ustidan Mark ismli sinfdoshi kulishni boshlaydi, har xil qiliqlar qilib. Va bundan qattiq jahli chiqqan Mariya uyiga keladi va Yeyrandan o'rin almashishni iltimos qiladi va bu safargi urinishi muvaffaqiyatli yakunlanadi. Va shu kundan boshlab Mariya oyna ortiga o'tib qoladi, Yeyran esa haqiqiy hayotga qadam qo'yadi. Yeyran maktabga keladi, hamma uni Mariya deb o'ylashadi va ustidan kulmoqchi bo'lishadi. Lekin Yeyran ancha o'ziga ishongan qiz va u o'quvchilarda umuman boshqacha taassurot qoldiradi. Keyinchalik Yeyran Shon va Lilining orasini buzishni xohlaydi. Xokkey o'yinini kuzatayotgan Yeyranni Mark qo'rqizmoqchi bo'ladi va Mariyani bunday o'zgarib qolganidan qo'rqib qolgan Mark uni ketidan boradi, nimalar bo'layotganini bilish uchun va shu paytda Yeyran uni oyog'ini urib sindiradi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Yeyran Lili bilan muz ustida uchishga boradi va u yerda Yeyran Lilini ancha qo'rqitadi va qo'rqib qolgan Lili Yeyrandan yashirinmoqchi bo'lib, tezlikni oshirganda oyog'i sirpanib ketib, boshi bilan muzga uriladi va shu zahotiyoq o'ladi.
Yeyran Shonning uyiga keladi va uni qondirishni boshlaydi va keyinchalik otasi bilan restoranga boradi va u yerda o'zini tarbiyasizlarcha tutadi. Bu hol otasiga yoqmasdi va otasi unga savol beradi. Dugonangni o'limidan so'ng o'zingni qanday his qilyapsan deydi va qizni javobi otasini hayratga soladi. Ertasi kuni Yeyran hamda Shon o'qishga bormay mehmonxonaga ketishadi va ular dam olishayotganda Shonga qo'ng'iroq qilishadi va aytishadi Shon va Yeyran bilan politsiya suhbat o'tkazmoqchiligini Lilining o'limi to'g'risida. Shon aytadiki, agar biz o'z bilganlarimizni politsiyaga aytsak, tergov ishlari uzoqqa cho'zilmaydi va hamma uchun yaxshi bo'ladi deydi. Lekin Yeyran bunga rozi bo'lmasdi va ular orasida kelishmovchilik paydo bo'ladi. Va Yeyran Shonning boshiga butilka bilan uradi va Shon ham o'ladi. Kechasi Yeyran otasini ofisiga boradi va uning hayotiga ham nuqta qo'yadi skalpel bilan. Yeyran ko'zgu oldiga keladi egizakini ko'rish uchun, lekin Mariya hech qayerda ko'rinmasdi. Uyiga ketaverishda ham yo'l-yo'lakay ko'zgularga qarardi Mariyani topish uchun. Egizakini topa olmagan Yeyran uyiga keladi va oyisi yoniga yotadi. Shu bilan film o'z nihoyasiga yetadi. Agar film sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Filmni to'liq ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili video ostida va kommentariyada joylashgan. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.